Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi zakazimizga keldik. Bugun chiroyli, необычный arkalarimizni qo'yamiz. Ko'ryapsizlar. Yevrofoto-zonani ikkita tarafga qo'ydik. Sababi bu yerga boshqacha variant yo'q. Bir-birlar ko'chalarga qila olmaymiz. Shuning uchun shunaqa variant o'ylab topdik. Qiziq bo'lsa davom etamiz. Shunaqa qiyshiq joy. Nima ideya qilishi ham odam bilmaydi. Plastikka ketadi. Alloh, mana shu burchak uy. Hech narsa qo'yib bo'lmaydi. Endi ketdik bu yoqqa. Darvozaga buni o'ylab topamiz. Yo'llarga stoyka qo'yamiz. Va qo'lini ko'rganda mana shu yo'llarga ham narsa qo'yish kerak bo'ladi. Shu qo'lini yasatib beramiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, narsalarimizni tushirib olganimizdan keyin endi darvozamizga arka qo'yishimiz kerak. Bilasizlar, уже materialli variantli arkalar bizda Toshkentda уже qo'yilmay qo'ydi. Men bir необычный arka qo'ygim keldi. Mana shu Yevrofoto-zonamni stoykalarini olib keldim temirinda va shundan arka qilmoqchiman. Oldingi videolarimda ko'rgan bo'lishinglar kerak. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, yana sizlarga bitta variant ko'rsatib o'taman. Bu arkani ikkita chetiga qo'yib, darvozaga moslab, tepasiga taxtada qotirib olaman va kulich qo'yib qotirib olaman. Bu narsani bilmasanglar, keyingi darslarimda yoki oldingi darslarimda ko'rgan bo'lsanglar, o'rganib olasizlar. Va albatta setkalarimni ishlataman. Setkalar bizga eng kerakli narsa, sababi shu setkalarga gullarni qotiramiz, barglarni qotiramiz va xohlagan fasonimizni chiqarib olamiz shu setkalarning orqasidan. Ko'ryapsizlar, juda joylashtirish qiyin bo'ldi, sababi chap tarafda qo'shnim uyi ham bekilib qolmasin dedilar. Shunga o'rtada bo'lmasa ham sal chetroqda bo'lib qoldi. Bunisiga ahamiyat bermaysizlar. No zato o'sha xohlagan effektimizni chiqarib oldik. Tomosha qilib, yog'iga o'zingizlar xulosa qilasizlar. Oxirigacha ham ko'rsanglar, summasiga ham aytib o'taman. Yo'q, orqa tarafiga qilmang. Shunaqa barga. Menga uringni ochasan. Qarang, ma'mur ko'ryapsizlar? Bittalar. Mana bo'lib qoldi. Mana barg bilan chiqadi. Xuddi shunaqa qoldi. Hozir anaqa bo'lsa, oldinga qarashga. Nega ota Shahbozbek. Shahbozbek. Shahbozjon. Jon. Shahbozjon. Agar ishlarni bitirsa-da, hali. Bitirmasan bek bo'ladi. Bitirmasa sizda Shahbo bo'lib qoladi. Sa yo'q. Sa bo'lib qoladi. Shahbo. O'rta degan bo'ladi. Tak. O'sha faqat reshotka ko'ryapti, lekin bargi. Shoh bo'lmasam bo'ldi. Uxlab qoldim. Bo'ladi, hatto shuncha bo'ladi, Shahboz qo'lingizdagi.
Mana hurmatli obunachilar, chiroyli bitta dekoratsiya yasab berdik. Xonadon egalariga ham juda ham yoqdi va sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Bir neobычный xonadon ekan va noodatiy qilib ularga ham yasatib, mana kelin kiradigan joyigacha ham yasab berdik va bonusiga bularga salutni ham tashab ketdik va men bu ishimni $250 ga yasatib berdim.